Qatlarga borib sayohat qilgisi keladi. Shu Almataga singlimni ko'rgim keladi. Boshqa ilojim yo'q. Singlimni ketganda 6-7 oy bo'ldi. Sog'inib sho'rg'a yurmay ko'rgim keladi. Jamiki dardlarni bir ayol kishi boshidan kechirishi mumkin bo'lgan har qanaqa sinovlarni, kasalliklarni boshidan o'tkazgan Yulduz opamiz borlar. Ichimlik suvmi bu? Ava. Shundan olib ichasizlar? Ava. Qayerdan olib kelasiz bu suvni? Uzoqmi? Mana yo'lning bo'yidagi gapdan. Hozir bizni kirib kelgan katta ko'chadan olib kelasizmi shu suvni? Nimada olib kelasiz? Chekar. Chelada olib kelasizmi? Uzoq-u, biz mashinada bir 7 minutmi, 6 minut kirdik. So'g'an olib kelamiz. Ballar tashiydi. Yuvinishgacha qaysi suvdan ishlatasiz yuvinish? So'g'anam barini. Ballar borib sho'miladi o'zlari. Men sho'mil yuzib bilmayman. Uyga o'zim akib uyda yuvinaman. Uyda yuvinadigan joyingiz qayerda? Sharoit bormi? Diyor ana ko'knya yana kirgan yer bormi? Qalidinlik yer. Shu yerda perdan yopib qo'yib yuvinaman. Mana shu joyi o'zida shu tog'ora qo'yib shu yerda cho'milasizda, yuvinasizda. Dush yo'q, banya yo'q. Katta o'g'illari ikkinchi guruh nogiron. O'zlari 4 ta operatsiya o'tkazganlar, lekin nogironlik guruhi berishmagan. Ammo videoni ko'rsangiz, siz aniq bu guruhga berasiz. Mana patolog yo'q, remont yo'q. 2023'da zo'rg'a uyda ana birovlarga remontlab berdi hukumat orqali. Bu gruppaning arkasından kun ko'ramiz. Shundan keladigan daromad, boshqa daromad yo'q. Ro'zg'oringiz nima bor hozir? Ko'rsam maylimi? Shu kesagayda qadam baloq degandek qadimgi. Mani oshxonamni remont qilib bering. Bugun nima ovqat qilib qo'ying, o'ylab topolmayapman, nima ovqat qilishimni. Bolalaringizga shashlik yoqmas ekan. Ayollarimizga mana shu oshxonani ko'rsataylik. Allohdan nima so'raysiz? Eng ko'p so'raydigan narsangiz. Shu tinchlik so'rayman. O'zimga tinchlik bersin deb. Ikki olamni uylantiring, uylanishaylayin deb. Tinchlik bo'lmasa foydasi yo'q. Necha marta operatsiya bo'lyapman. Arik yuragim ham yaxshi ishlamaydi meni. 4-5 kun dori chek, bundan keyin operatsiyaga kirdim. Qatlarga borib sayohat qilgisi keladi. Shu Almataga singlimni ko'rgim keladi. Boshqa ilojim yo'q. Singlimni ketganda 6-7 oy bo'ldi. Sog'inib sho'rg'a yurmay ko'rgim keladi. Ularning oshxonalarini ko'rsatdik sizlarga. Qanaqa sharoitlarda suv ichishlarini, u suvlarni qayoqdan olib kelishlari, hammasini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Yana qanaqangi ma'lumotlar kerak bo'lsa, manzil kerak bo'lsa, telefon raqam kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga murojaat qiling. Albatta ko'ringlar, befarq bo'lmanglar. Uylarning ta'mirlarini ko'rdingiz. Qayerda cho'milasiz? Bolalarim chiqib arig'i boshiga chiqib cho'milib keladi. Men o'zim shu yerga oshxonaga tog'ora qo'yib, eshikni mahkam qulflab, narsa tirab qo'yib, yuvinib olaman. Haqdorlarning dardini o'zini haqiqiy dardi deb qabul qilgan odamlardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Hammanglarga rahmat. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.